Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ayalninki tug'utliq halati qancha kun davomlashidu. Yani tug'utliq halatida qancha kun namoz o'qimaydi, Ramazon tutmaydi demakchi. Ayalning tug'utliq halati tug'utning qani to'xtag'icha davomlashidu. Bu bir xil bo'lmaydi. Ba'zi ayollar tug'ib 3 kun 4 kundan keyin to'xtashi mumkin. Shuning uchun buning eng ezining muddati yo'q. Mancha kun ya mancha soatda. Qachon to'xtasa shu vaqt hisob. Lekin olimlarimiz shu eng ko'pining muddatini belgilab qo'ygan. Eng ko'p bo'lganda 40 kun davomlashidi. 40 kungacha bu ayol namoz o'qimaydi va shundaqla Ramazon tutmaydi. Ayollik munosabatda bo'lmaydi. 40 kundan keyin hatto davomlashgan taqdirdimi? Yani kan to'xtamabdi 40 kundan keyin davomlashgan taqdirda ayollar kesili degan hukmga o'zgardi. O chaqda har qanday namozni o'qiyverish lozim. Har qatimcho yangidan tartilib, yani har namozga tartilib namozni davomlashtirish lozim.